Assalomu alaykum. Uzr. 2 kundan beri telefon ko'rishga vaqt bo'lmay qoldi. Xudo xohlasa ishni mana boshlab oldik yana. Qamishlarni o'rib keldim. Charchamay komment yozgan Dalniboyshik Sardor. Sizlarga ham rahmat e'tibor uchun. Xudo xohlasa mana boshlab oldik. Qo'yni olib keldik. Hozir ko'rsatamiz qo'yni ham. Kommentni yozib turinglar. Nimalar kerakligini qo'ylarga. Biz uncha bilmaymiz endi, bilmayman. Tak что 6 tamidi. Hozir ko'rsataman. Kattalaridan, endi maydasidan Xudo xohlasa bozorga borsak yana olib kelamiz. Qo'y qilayotganlar, kim ko'p qo'y boqadi, uyda boqadiganlar kommentariya yozinglar. Biznesmen o'sha qo'y boqadiganlar ishqilib kommentga yozib turinglar, maslahat beringlar. Hozir ko'rsataman. Mana o'shalar olib kelganlarimni yurib toz tashqariga chiqarganman. 2 ta, 3 ta. Wait. O'rgangan qolgan ancha. Ana shular. Hozircha yeb yuribdi. Mana hamma instrumentlar sepilyapti. Men boshladim yana qamishlarni olib kelib, tepasiga ham bitta qo'yib, Xudo xohlasa boshlab oldik. Ana keldi bitta solimadi. Eshikni og'ziga kelib oldi.